siz boysiz, boy badavlatsiz. Hozir mana shuni isbotlab beraman. Qarang, ikkita ko'zingizni $1,000,000 ga sotasizmi? Ikkita qulog'ingizni $1,000,000 ga sotasizmi? Oyoqlar, qo'llaringizni har birini $1,000,000 dan sotasizmi? Hech kim qilmaydi bu ishni. Hech kim qilmaydi. Rast shu pulga sotmaykanmiz. Nimaga mana shuni bizlar o'zimizda uveren, ichki tuyg'umizda mustahkam, boymiz, badavlat, biz millionermiz deb his qilmaymiz. Xayolimiz faqat u yo'q, bu yo'q, uni shu qilishim kerak, buni qilishim kerak deb xayolimiz faqat yo'q narsaga. Borini qadriga hech kim yetmaydi. Ko'pchilik yetmaydi. Men ham shunaqalardanman. Lekin imkoniyati cheklangan insonlar bilan agar gaplashsangiz, ular sizga hammasini aytib beradi. Oyog'i yo'q inson faqat yursam bo'ldi, hech narsa kerak emas deydi. Qo'li yo'q inson ham shuni deydi. Ko'zi ko'rmaydigan inson ham faqat shuni deydi. Bitta ko'rsam hayotda bo'ldi, hech narsa kerak emas deydi. Bizga mana shuncha ko'pchilikda hammasi bor-ku. Mana shularni agar yaxshi anglab, haqiqatan chin qalb bilan qadriga yetib, shukr qilib, agar mazza qilib yashasak, mana shu his tuyg'u boshqa yo'q narsalarni hammasini olib keladigan